Hozir tushaman. Hamma mazani ochib tashlayman. Qo'limga tushgan ro'ja bilan otib tashlayman. Voy, buni kachitosini qaranglar, tinuvligini. Qanaqa telefon o'zi bu? Tushunmadim. Necha FPS da ishlaydi bu? Nima? 120 FPS? Qanday telefon bo'lishi mumkin? deb qiziqqanlar uchun Infinixdan GT20 Pro. Ushbu telefonimiz PUBG Mobile uchun 120 FPS da bemalol ishlab bera oladi. Narx ham qulay narxda bo'lsa, hamyonbop bo'lsa, siz ham sotib olib ishlatib qo'ygan bo'larmidingiz? Hozir bilan mana shu ikkita telefonimizni birgalikda ko'rib chiqamiz va narxlari bilan, o'zining holati bilan tanishib chiqamiz. Mana shu ko'rib turgan ikkita Infinixdan GT20 Pro deb nomlangan modellarimiz ikkovi ham sotuvga qo'yilgan. Mana bunisi o'nne hamma narsa komplektatsiyasi bilan bor holatda sotiladi. Bunisi esa arzonroq beriladi. Faqatgina mana shu korobkasi va telefonning o'zi narxlarda albatta farq bo'ladi. Korobkali variantidagi bu GT20 Pro'imiz ichidan chiqadigan narsalarni hozirlar bilan birgalikda ko'ramiz. Korobkaning ichidan korobka chiqar ekan va dokumentlar turadigan korobkasining ichidan esa bitta qo'shimcha chivol chiqar ekan. Mana bunaqa hech kimga keraksiz va yaroqsiz bo'lgan dokumentlar. Telefonimizni zaryadniga adashmasam o'zi bilan naushnik ham bo'lishi kerak edi. Naushnik, kabel va o'zini 45 vatli golovkasi bo'lar ekan. Hop, katta korobkasida esa o'zini trigger, ya'ni zavodskiy o'zi bilan chiqadigan mana bunaqa maxsus o'yin uchun moslashtirilgan knopka. Va albatta kulleri. Ko'rganingizdek magneti bilan telefon orqasiga yopishtirib qo'yiladi. O'zini maxsus kabellari bilan, yana kabellar bilan birgalikda. Ushbu telefonimizni barcha komplektatsiyasi bilan, korobka dokumentlari bilan, albatta telefoni bilan $245 berib yuboramiz. Agar PUBG o'yiniga qiziqadiganlardan biri bo'lsangiz, aynan mana shu komplektatsiyaga ega bo'lgan telefonimiz siz uchun. Va narxi qulayroq bo'lgan ikkinchi modelimiz esa xuddi shu telefon, faqat qo'shimchalari bo'lmagan holatda, faqat korobka dokumenti va garantiyasiga ega bo'lgan holatda ushbu telefonimiz attiga $225 ga chiqadi. Xohlasangiz korobka dokumentli $245 ga, xohlasangiz $225 ga bunaqa o'zini sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Agar ushbu telefonlarimiz sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizga mana shu nomerlar orqali aloqaga chiqib, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Agar siz boshqa viloyatda bo'ladigan bo'lsangiz, sizga pochta orqali dostavka qilib yuborishimiz ham mumkin bo'ladi. Sizlarni do'konimizga kutib qolamiz. Dripping wet with sweat, man, it's on and popping on my champagne campaign. Bottle after bottle is on, and we gon' sip to every bubble and every bottle is gone. To the candy shop, I let you lick the lollipop.